Dadasi va nihoyat biz ham mashinali bo'lamiz. Hamma o'rtoqlaringizda bor. Bitta siz piyoda yuruvdingiz. Endi nasib shu kunga ekan. Vaqtni o'tkazmaylik. Kiyimingni almashtirib chiq. Salonga boramiz. Xo'p bo'ladi. Meni ham kiyimlarim tayyormi? Tayyor, dazmollab qo'yganman. Tezlash. Dadasi, qop-qorasidan olamiz a? Qop-qorasidan olamiz. Zo'ridan, senga yoqadiganidan olamiz. Jiyan? Tog'a. O'zingmisan? Nima gap? Oyimni mazalari yo'q. Doriga bir so'm ham pulimiz yo'q. Yotib qoldilar. Nima? Yuring tog'a. Sen ichkariga kirib turgan, men tez kelaman. Mashina olgandan keyin borarsiz. 1-2 so'm berib yuboring. Kir dedim senga. Yur, Jiyan. Tezroq boraylik. Shu darajada kasal bo'psan. Biroz aytsang bo'lardi-yu. Aka, sizni ham ro'zg'oringiz bor. Kuyovingiz ishlari o'xshamayapti. Pul jo'natolmayaptilar. Sizni ham ovora qilib qo'ydik akajon. Qizig'i gaplarni gapirasan-a. Bitta-yu bitta singlim bo'lsang. Shu paytgacha aytmaganingga hayronman. Hozir men bilan birga doktorga borasan. Yaxshilab yotib davolanasan. Tushundingmi? Aka, pullarni kuyovingiz kelsalar qaytaramiz. Boshqa bunaqa gaplarni gapirma. Vaqtida xabar olmagan o'zim ahmoqman. Onamdan qolgan yolg'iz yodgorim bo'lsang. Mashina olish qoldimi endi? Singlim tuzalib olsin, o'lmasak olamiz o'sha mashinani. Har doim shunaqa deysiz. Qarashgan shu singlizga. Men dugonalarimga mashina olyapman deb maqtanib qo'ygandim. Ertaga gapda nima haqida gaplashaman endi? Uyalib o'tirarkanman-da endi. Gapdami? Bemehr aka haqida gaplashasan. Topgan narsasini singlizga tashiydigan qo'li ochiq ahmoq ering haqida gaplashasan. Bor xonangga kir. Singlim yotib qolguncha bir marta xabar olmayapman. Sal yo'talsam shuncha yo'ldan piyoda kelib xabar oladigan shu singlim-ku 3 oyda bir marta telefon ham qilmabman. Men ham akaman-da o'zimcha.